ona qiz do'st bo'lishi mumkin. Farzandni shaxs sifatida ko'ra bilish kerak. Masalan, qizi kelib qanaqadir bitta sirini aytsa, ona sirazi hukm qilishga tayyor bo'lib turish kerak emas, uni tushunishga harakat qilish kerak. Shunda qiz bemalol kelib onasiga sirlarini ayta oladi. Onasi tomonidan hukm qilinmasligiga ishonch har doim hosil qiladi. Qo'rqmaydi, boradigan joyi, sirini aytadigan, dardini aytadigan onasi borligiga ishonadi. Ko'p oilalarda ko'raman, masalan, qizlar borib sirini oyisiga aytishga qo'rqadi-da, o'rtoqlariga aytadi. Xatoni shu yerda qilib qo'yishi mumkin. Chunki o'rtog'i ham o'ziga o'xshagan yosh qiz hali. Uni ham o'zining dunyoqarashi bor, shakllanmagan bo'lishi mumkin-da, shu yerda xato qilib qo'yishi mumkin. Agar qiz bemalol onasiga borib sirini ayta olsa, undan podдержка ola olsa, o'rtasida kuchli, mustahkam do'stlik paydo bo'ladi-da. Qiz qo'rqmaydi, ona doim podдерживать qiladi.